Ko'ksimdagi chuchmamadan terib chiqdim. Sog'inchimning sog'inchisan bolaligim. Bolaligim, bolaligim, bolaligim. O'zingdirsan mening gulim, lolaligim. Bolaligim, bolaligim, bolaligim. Sog'inchimning sog'inchisan bolaligim. Tikaman yo'llaringga boqib bitim. Yuragimning bir chetida xo'rsinish bor. Ortginamga qaytgim kelar sekin sekin. Bolaligim senda endi shirin ozor. Bolaligim, bolaligim, bolaligim. O'zingdirsan mening gulim, lolaligim. Bolaligim, bolaligim, bolaligim. Sog'inchimning sog'inchisan bolaligim. Qaragina umr degan shoshar ekan. Olib ketdi bag'rimdagi qo'g'irchoqni. Shamollari buncha tez yo'l oshar ekan. Olib ketdi hovlimdagi qalinchakni. Bolaligim, bolaligim, bolaligim. O'zingdirsan mening gulim, lolaligim. Bolaligim, bolaligim, bolaligim. Sog'inchimning sog'inchisan bolaligim. Qaragina umr degan shoshar ekan. Olib ketdi bag'rimdagi qo'g'irchoqni. Voy mana aql bolajonlarim, esliklarim mana. Ha? Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bayramlaringizni tabriklayman bolajonlar. Men go'zal bolalarim, go'zal qizlarim mana, aqlli qizlarim. Shunday bir she'rni chiroyli aytadi-da mana bolaman. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Kayfiyatlar a'lomi? Ha. Barakalla, juda ham yaxshi. Nechta holda o'qiymizmi? Ha. Qo'lingni va aqlning so'chilari ursin bularni. Barakalla, juda ham yaxshi bolajonlar. Maktabga keldingiz, 6 oy, 7 oy bilim oldingiz, ha? Siz o'qishni, yozishni o'rgandingiz. Siz oldin bilarmidingiz maktabga kelmasdan? Yo'q, bilmasdingiz, ha? Faqat bir tayyorlovga tayyorlandik. Mana savodsiz chiqdi. O'qishni, yozishni o'rganib oldingiz, ha? Vatanimiz qayerligini bildingiz, yurtboshimizni oldin bilasiz, yana bilib oldingiz, ha? Demak, ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Yana endi bilimiz oshib boryapti, ha, bolajonlar. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Faqat 5 baholarda, a'lo baholarda o'qishlaringizni tilayman.
Shunday o'qing, shunday bir ajoyib inson bo'lingki, hamma ko'rib havas qiladigan inson bo'lsin. Yurtimizni kelajak uchun, gullab yashnashi uchun bir chiroyli, ajoyib insonlar deb yetishingizni tilab qolaman. Maktabni a'lo baholarda tugatib, oliy o'quv yurtlaridagi institutlarga kirib, bir yaxshi joylarda ishlashlaringizni tilayman. Olib ketdi hovlimdagi xalinchakni. Bolaligim, bolaligim, bolaligim. O'zingdirsan mening gulim, lolaligim. Bolaligim, bolaligim, bolaligim. Sog'inchimning sog'inchisan bolaligim. Qaragina umr degan shoshar ekan, olib ketdi bag'rimdagi ko'rchoqni. Uzun dillar aldarar,
Chiroyli. Aziz ota-onalar, xush kelibsiz bugun maktabimizga. Bugun mana bir ajoyib kun, farzandlaringiz bir yaxshi kun ekan. Bugungi tadbir bilan, bugungi bayram bilan barcha ota-onalarni va bolajonlarni tabriklab qolamiz va tabriklash uchun tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori Shahlo Jumayevga beramiz. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Xush kelibsiz aziz ota-onalar. Mana bugun siz biz uchun yana bir ajoyib kun. Avvalambor barchangizni yurtimizdagi mana shunday chiroyli kunlar o'tib ketgan xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Kelayotgan Navro'zi ayyom bilan chin yurakdan o'z nomimdan, jamoam nomidan tabriklayman. Qolaversa, bugungi kunda mana shu yurtimizda ro'za Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin. Mana shunday chiroyli kunlarda yana bir tadbirimizni boshlashdan oldin barchangizga xush kelibsiz deymiz. Mana maktabimizga bir qancha vaqt oldin jajji qo'lchalardan chiqib kelgan farzandlaringiz bugun savol chiqarib, kitob o'qib, vatan, ona so'zlarini yozib, ustoz Norjon Ahrorovna boshchiliklarida mana shu dunyoni taniy boshlashdi. Bugun siz bilan bolajonlarimizni nimalarni o'rgangan ekanliklarini, biron so'zlashlarini, biron she'r aytishlarini eshitishdan oldin shuni aytib o'tishim kerakki, Norjon Ahrorovna bilasiz, ko'pchiligingizga ma'lum, bu jamoani, bu maktabni o'zini zahmatkash mehnati bilan juda ham ko'p mana shunga o'xshagan shogirdlarni chiqargan ustozlarimizdan bittasi. Ustoz, sizni ham bugungi ayyom bilan chin yurakdan tabriklayman. Ustozimiz birinchi toifali, qariyb 30 yildan beri mana shu maktabda biz 20 yil oldin yosh pedagog bo'lib kelgan paytimizda bizni quchoq ochib kutib ustozlik qilgan ustozlardan, xalq ta'limi a'losi. Bugungi kunda ustozni bir qancha shogirdlar yurtimizning turli burchaklarida jamiyatning eng oddiy insonlari bo'lganliklarini ko'rib quvonamiz. Har doim ustozni ko'rgan kelganlarda ularni yutuqlarini, ularni bugungi kunda jamiyatdagi o'rnini ko'rsak, bir qarich o'zi xursand bo'lamiz. Bugungi mana bu bolajonlarimiz ham kelajagi siz bilan biz orzu qilgandek, ustoz orzu qilgan
aylanadek mana shu ustozni mehnatlarini, sizni ta'lim tarbiyangizni oqlaydigan ajoyib farzandlar bo'lib yetishsin. Jamiyatimizning eng oldi insonlari bo'lib yetishsin. Kim bo'lishlaridan qat'iy nazar ustoz sizni bergan ta'limingizni oqlab, siz aytgandek, siz aytgandek, siz kutgandan ham ziyoda farzandlar bo'lib yetishsinki, 11-sinfda mana shu bitiruvlarni ham ko'rish, siz bilan o'tirish nasib qilsin. Mana shu maktabda kelajakda nimani orzu qilgan bo'lsangiz, mana shu farzandlarni 10 karra ziyodasi bilan farzandlarimiz bizga ko'rsatib bersin ilohim. Bugungi kun muborak bo'lsin ustoz. Bayram bilan sizni yana bir bor tabriklayman va tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Rahmat barchangizga. Rahmat ustoz. Ulug' ilm ildizi sizda mujassam. Turli xil sohadan berasiz ta'lim, uni tinglaganga kichik tussam kam, yetuk inson kabi o'sgay muallim. Ustoz, mana shunday sharafli kasbingizga doim omadlar tilaymiz. Albatta, ustoz ta'rif berganlaridek 34 yillik tajribaga ega ustozimiz jonkuyar, fidoyi, talabchan ustozlarimizdan biri xalq ta'limi ko'krak nishoni bilan ustozimiz taqdirlaganlar. Ustoz, ishlaringizga omad tilaymiz. Bugungi tadbirda ko'tarinki kayfiyatda mana shu jajji bolajonlarimiz tadbirini tomosha qilamiz deb ota-onalar yig'ilgan ekan, barchangizga xush kayfiyat tilaymiz. Ustoz, omad, charchamang, marhamat. Tadbirni ustoz ochiq deb e'lon qildilar. So'z navbatida bir og'iz dil so'zlari bor ekan, marhamat ustoz. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz qalbi qaynoq, mehridaryo ustozlar va mening jajji bolajonlarim, aziz mehmonlar, avvalambor xush kelibsizlar. 1A sinfning biz yangi O'zbekistonning baxtli bolalarimiz deb nomlangan tadbirimizga avvalambor bolajonlar, sizlarni bugungi savodxonlik bayramlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Bolajonlar, sizlarni doim a'lo baholarda o'qishlaringizni tilayman. 5 baholarda o'qib, maktabimizni mana shunday yuksaklarga ko'tarishga va kelajakda a'lo baholar bilan maktabni tugatib, oliy o'quv yurtlariga o'qishlarga kirib, mana shu mustaqil yangi O'zbekistonimizning gullab yashnashiga o'z hissalarini qo'shasiz degan umiddaman bolajonlarim. Musaffo osmon ostida, tinch omonlikda barchangiz bilan diydor ko'rishib turganimizdan juda ham baxtiyorman. Tinchlik va osoyishta yurtimizda bolajonlarimizni chuqur bilimga ega bo'lishlari uchun, ta'limga berilayotgan yuksak e'tibor uchun muhtaram yurtboshimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovichga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Maktabimizni ana shunday gullab yashnashiga, o'z mavqeiga ega bo'lishiga, maktabimizning jonkuyar, fidokor rahbari har qanday fikrimizni qo'llab-quvvatlab, ahil jamoa bo'lib ishlashimiz uchun doim o'z muhabbatini ayamay kelayotgan, bolalar chuqur bilim egasi bo'lib yetishi uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berayotgan, shu jumladan maktabimizdagi o'quvchilarga ta'lim tarbiya berishda doim to'g'ri yo'l ko'rsatib, shart-sharoit yaratib berayotganlar uchun Bahoy va Shahlo Jumayevnaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ustoz uchun sizdan minnatdormiz. O'z nomimdan, o'quvchilarim va ota-onalarimiz nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat sizga. Alloh kuch-quvvat bersin, hech qachon charchamang. Sizlar barchalaringizni mana kuni kechga o'tgan xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan va kun sayin yaqinlashib kelayotgan 21-mart Navro'z bayrami bilan va mana hozirgi kunda Ro'za Ramazon oyi bilan barchalaringizni tabriklayman. Yana bir bor xush kelibsizlar. Mana bugun farzandlaringiz mana shu 6 oy, 7 oy davomida nimalarga ega bo'ldi, qanday bilimlarni oldi, mana shularni ko'rib hozir o'zingiz guvohi bo'lasiz. Va so'z navbatini men o'z shogirdlarimga beraman. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qalbi otash mehri yoshlar. Xush kelibsizlar 1A sinfining biz yangi O'zbekistonning baxtli bolalarimiz
Yaqinda 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayramini nishonladik. 21-martda esa milliy bayramlarimizdan biri Navro'z bayramini nishonlaymiz. Aziz ustozlar, bayramimizga tashrif buyurgan mehmonlar, sizlarni bahor ayyomi va bahoriy bayramlar bilan tabriklaymiz. Bugun bizning maqsadda juda katta dam-sana bilimini namoyish qiladi har bir bola. Ustozlarning uyidan
yollar bardosh. Totuv yasaraklar yelkadosh qardosh. Olamni asraylik tinch bo'lsin jahon. Nomi tilda doston O'zbekiston. O'zbekiston bizning vatanimiz. Biz vatanimizni sevamiz. Shuning uchun biz uni ona vatan deb ataymiz. Xalqimiz azaliyati diliga quvonch soladi. Bayrog'imiz dunyo uzra yurtga davr soladi. Bayroqda to'rt xillar, ammo ayni birlikda bir-birini to'ldirib, mahal sari teng. Havo rang tinchlik demak, oq rang poklik ramzidir. Yashil yashayotgan el qizil rang hayot ramzi. Yulduzlarga to'lin oy, yaxshi niyatga torlar, duoga ochamiz qo'l, dilga poklik solar. Ozod erkinlikning ramzi bu kitob. Unda aks etgandir haq-huquqimiz, yo'limizni yoritar. Misoli oftob qo'lda baland tursa, baland tug'imiz. Tanamiz bojida ko'rkam, yashnar turoq xuddi ko'klar. Bir yon paxta, bir yon bug'doy, vatan bizga aziz makon. Ko'rganingiz ikki daryo, ona amu vasl daryo, o'rtadagi humo go'zal baxt timsoli erul azal, oyu yulduz parvonadir, O'zbekiston yagonadir. Mening go'zal vatanim, umidjon vatanim, O'zbekiston vatanim, mustaqildir qudratim. Shukrona aytamiz ulug'
şad özbegim. Söylesin Afrasyabu, söylesin Urhan Hati, Göhnetari şadesiyle bitti mercan özbegim. Al-Biruni, Al-Horazmi, Al-Farab avladıdan aslı naslı barki uzlu, barki tarhon özbegim. Tuzdiye Mırza Ulubek, Göregenli cenvelen sırlı asman dağında ilk ucunar hor özbegim. Ben Ayşe Narası'ya Aksalo bir de cahan şiiriyet mülküde doldu şok usuldan özbegim. Özbegim lepken cahan dene üçün makt etmeyin. Özbegim bilmakta davran verdi imkan özbegim. Ayga varmay boshqa do'ppib shuhratin qadrin qo'ying. Olam uzra nomin ketgan O'zbekiston o'zbegim. Yoshlardan hurvatan, dunyoga mashhur vatan, istiqlolga erishding, davri darmon survatan. Vatanim bor, baxtim bor, kasal turdiga, xizmat qilay elimga, quvvat bo'l diliga, har kun rejasini o'qib o'sarman. Yurtim menga tuzar qol, deydi bolam sodiq bo'l, ey Xudoga chin qurban, vatan shoni sar bo'lam. Men shunning balaga, bordir unga keragim, vatanimda yashanish eng orzu tilagim.
o'qitsang, muallimlik qil deyilgan. Demak, o'qituvchilik eng oliyjanob kasbdir. Rahmat sizga ustoz. Bizni jondek sevdingiz. Ongimizni uyg'otib, bilim saboq berdingiz. Bizni sevib onadik, suratini bilmasiz. Mehnatingiz sarf qilib, doim bizni o'ylaysiz. Aziz ustoz, biz uchun bo'ling doim salomat. Ta'zim sizga, hurmat sizga, ustoz sizga ko'p. Dilimizda ustozlarni ulug'lovchi ajoyib maqollar bor. E'tibor bering, ustozingga deb qarasang chizasan, hurmat qilsang asta-sekin o'zasan. Ustoz ko'rgan xatlarni. Ustozsiz shogird jonsiz terak. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar. Ustoz otangdek ulug'. Ustoz qanday, shogird shunday. She'rman tanib olingiz. Kitob hamma po'lat bo'lib, hayotimiz o'ynasa, bilimlarning og'asi, buyumlardir donasi, menga o'rgatgan odam bu kitobdir, bu kitob. Mazmunlari xilma-xil, aqlingga qo'shgan aql, do'stimdir juda ahil, fan yo'lda nur oftob, bu kitobdir, bu kitob. Ilmdan yaxshiroq xazina bo'lmas, qo'lingdan kelganda tera olsang bas. Kitobdan yaxshiroq do'st yo'q jahonda, g'amxo'ring bo'lgay, u g'am zamonda. Kitob eng olis fan, sizimizdan umr yo'llariga, insonga nur bag'ishlab turuvchi sehrli chiroqdir. Kitob insonda hech narsa tilamaydi, ammo uni shamolga chiqsadi. Kitob bir yo'lki yozuvlari, uni gullari. Танцуй со мной на закате дня, сорви танцпол, удиви меня. От Аргентины до Марокко мы будем жить, это так легко. Нам так легко. Нам так легко. На той стороне земли, на Фиджи и на Бали, звучит барабанный бой, затанцуй под него любой. И головы нам кружит, этот нереальный бит. Планета лежит не ест, вперед поколение Z. Нас не остановят, no way. Настроение ловит диджей, где мы крови джаз-эй. Пришел наш час. Что такое доброта? Что это такое доброта? И увидеть нельзя, и нельзя потрогать. Доброта это когда, доброта это тогда, когда все друг другу друзья и летать все могут. Девушки и мальчики, сладкие коровинки, а ну большие башмаки, это барбарики, легкие командирки, а вот горят фонарики, а ну большие башмаки, это барбарики. Я сижу на камушке, ла-ла-ла, где ж ты, моя лапушка, ла-ла-ла, тут и там ищу, чтоб не потерять, ты мой Пикачу, выбираю тебя. Пика-пикачу, чу-чу-чу-чу,
bilasiz, ishda ilg'or bo'lasiz, iroda, izzat, ikrom, istagi o'qish tamom. Jihatni bilasiz, nega jahl qilasiz? Jamila jasur javlon jo'jani quvdi chinor. Kuydan toptak yozamiz, katta bo'lsak o'zamiz. Kattani aylang hurmat, keladi baxt saodat. Leydan lola yozamiz, limuzinda o'zamiz. Latif Laylo latofat, loqaydlikka yo'q toqat. Madam yozilar maktab, mening do'stim biz kitob. Mudod maqsud mutabar, Madina maktub yozar. Ne harfini bilamiz, ne so'zni qilamiz. Nozlimiz non bo'ldi, ochil dasturxon bo'ldi. O oyga o'xshar ekan, osmonda uchar ekan, obid olim ozoda, ostonang bo'lsin toza. Bir harfi man bilingiz, kuzda paxta teringiz, po'lat harfi pokiza, paxta teringiz toza. Qadam qayib yozamiz, qayerlarga suzamiz, qishda qalqa uchadi, qarang qorni quchadi. Ranga ruxsat beramiz, rasm so'zin yozamiz, Ra'no rahim ruxsora, dono aqlli bola. Siran soatga boqiy, so'zni mag'zin chaqi, Sobir Said sirayga so'zida adashmang aslo. Teman tanib olursiz, To'maris deb yozursiz, Toshkent ona shahrimdir, T harfidan yozgum. U men uchrabgan so'zlarda sizga tanish bo'laman. Uzum, ummon, umida so'zlarini yozaman. Men
oq yub, oq taraydilar. Doimo boshimiz uzra parvona bo'ladilar. Ular oyog'imizga kirgan kipriklari bilan olishga tayyordirlar. Shukr senga Allohim, bordir mening hayotim, boshimdagi gul tojim, o'dir mening onajonim. Uyga borsam meni kutgan, mehrli bag'riga bosgan, jilmayib yuzimdan o'pgan rayhon gulim onajonim. Jonimni bersa arzimas bir kun bedor tuniga, farzandi sizga sholmas, o'dir mening onajonim. Ona hurmatini keltirmak uchun anglamoq kerak. Onalar burchi, ona so'zi bu juda ulug'nom. Ona bosh bog'bon, ona ham posbon. Mehri daryo onamga, qadri yuksak dunyoda. Shunda aziz inson yo'q, onam bitta dunyoda. Ona ulug', ona aziz, ona mehr bulog'i, farzand unga bo'lgay aziz, farzand uning chirog'i. Ona uyimiz obodligidir, ona o'sni ham shodligidir. Onadir bizni guldek yuzagan, o'ynab kech qolsak yo'qlab eslagan. Onamiz vatan sharaf va shoni, onamiz tinchlik po'lat qo'rg'oni. Quyoshdan oldin turib bizga non yopgan onam, bor mehrini dilimga haftida tutgan onam. Onam mehri beqiyos, tarfiga tilim lol. Onajonim kulsalar, labidan to'kilar bol. Ona kabi mehribon, o'zingiz bo'lim yakon, o'rgatdingiz o'qishni, tartibli gap to'qishni. Ko'ksimda ikki qo'lim sizga ta'zim olim. Bermay tursin. Onajonim mehribonim, ayyomingiz muborak. Sizga bo'lsin dunyodagi jamiki ezgu tilak.
baxtli bolalarimiz deb nomlangan tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bilasizmi, biz barchalaringizga tinchlik, sog'lik, oilaviy baxt saodat tilayman. Omad sizni hech qachon tark etmasin. Xayr, sog' bo'ling. Rahmat ustoz, bolajonlarimizga bir olqish chaqiramiz yana bir ko'rishsin. Barchaga rahmat. Mana hozir ota-onalardan bir so'z taklif tushyapti, so'zlar bor ekan. Marhamat ota-onalardan kimni so'zga chaqirsa, kelinglar. Assalomu alaykum aziz ustozlar va ota-onalar, bibi bobojonlar. Mana bugungi savodxonlik bayramimizning sababchilari maktabimiz jamoasi, mana o'qituvchimiz, malakali o'qituvchi, katta mukofotlar egasi bo'lmish Nurjon ustozni bugungi savodxonlik bayrami bilan 8-mart bayrami bilan kelayotgan Navro'z ayyom bayrami bilan o'tsa bugungi shu kecha kunduzlarda ro'za Ramazon oylari bilan chin qalbimizdan ota-onalar nomidan, bibi bobolar nomidan, shaxsan o'zim nomidan tabriklaymiz. Mana bugun mansa qilib o'tirib dam oldik. Rahmat, mana shunday bolajonlarni shu kunlarga yetkazib, shunday bilim berib, mana shunday chiroyli o'yinlar, o'qishlar tayyorlab bizlarga namoyish etgan ota-onalarga ham, yaqinlaroq yordam bergan ota-onalarga ham rahmat aytamiz. Bu bayramni masalan biz o'tirib tomosha qilyapmiz. Bu yerda katta mehnat, mashaqqat yotibdi. Ustoz, katta rahmat sizga. Alloh kuch-quvvat bersin. Doim shunday katta rahmatlarga, mukofotlarga, bundan baland mukofotlarga loyiqsiz. Doim boshda omon bo'lsin. Ota-onalar nomidan, bibilar nomidan hammalaringizga rahmat aytamiz. Maktab jamoasiga, o'qituvchimizga doim sog' salomat bo'linglar. Rahmat hammalaringizga. Assalomu alaykum ota-onalar, o'qituvchilar, o'quvchilar. Men Navoiy viloyatidan salom o'qiyman sizlarga. Nevaram. Ustoz, sizga katta rahmat. Shunday farzandlarni tarbiyalab, shunday qilganingiz uchun, bayramlarga taqdirlaganingiz uchun juda xursandman. Raqs ustozi, sizga ham katta rahmat. Farzandlarni shunday taqdirlaganingizga, ustozga yordam qilganingizga, men direktorga katta rahmatlar aytaman. Shunday bayramlarni tashkil etganingizdan g'oyat xursandmiz. Ro'za Ramazon oyida Allohdan tilab qolamiz. Nimaga niyatlar qilgansiz, niyatlaringiz amalga oshsin. Bizda yorug' qilib farzandlaringiz oliy o'rtali o'quvchi bo'lishga Allohdan so'rab qolamiz. Sizlarga katta rahmat. Hayit bayramlaringiz muborak bo'lsin. Navro'z bayramlaringiz muborak bo'lsin. Alladan boshlanar asli bu hayot. Ona so'zini aytar ilk bor odamzod, jonidan jon olar mehrdan bunyod. Kerakmas istisno, kerakmas savol, bu yorug' dunyoda bor bo'lsin ayol. Hatto payg'ambarlar tug'ilmas edi, ne buyuk daholar til bilmas edi. Dahshatu sahrolarda gul inmas edi, g'ayratidan giyoh topgaydir kamol. Bu yorug' olamda bor bo'lsin ayol. Katta rahmat sizlarga. Aziz ustozlar, hurmatli ota-onalar, yana bir bor kattakon rahmat, hurmat qilib kelganlaringiz uchun. Mana shunday fursatdan foydalanib, maktabimizga mana shunday chiroyli sharoit yaratib berib qo'ygan, kecha to kechqurungacha yonimizga turgan maktabimizning fidokor rahbari Jumayeva Bafoyeva Shahlo Jumayevnaga va bizning ma'naviyat bo'yicha direktor o'rinbosari Azim va Gulruh ustozimizga shaxsan o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
va men yonimda yaqindan turgan tajriba o'qimoq ustozga, musiqalar uchun baravarga yonimizga turdilar va musiqalarni mana shunday chiroyli siz tomosha qilgan raqslarni sahnalashtirgan singlimizga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yana shaxsan mana shu yonimda baravar turgan, yaqindan yordam bergan ota-onalarim baravar yugurib turdi. Shular qancha mehnat, qancha mashaqqatni mana ko'rib turib o'zlari yugurdi. Farzandlaringiz mana shunday chiroyli sahnaga chiqishi uchun mana shularga barchalaringizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yana bir bor xush kelibsizlar. Mana siz hozir farzandlaringiz 6 oy, 7 oy davomida nimalarga ega bo'lgani bir qismini ko'rdingiz. Qanaqa bilimga, qanaqa san'atga ega bo'lganligini. Agar ozgina bo'lsa ham biz mana shu xursandchilik baxsh etgan bo'lsak, o'zimizni xursand his qilamiz. Kattakon rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat ustoz.